Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan haqiqiy multi-level reading part 1 imtihonida tushgan savol ko'rib chiqamiz, okay? Shunaqa tushdi, shu tekst tushdi, ammo rasm bo'lmaydi haqiqiy imtihonda. Oddiy tekst qilib yozib qo'yishadi. Uni masalan hozir buni yozib o'tirmasdan shunday rasmida ishlab o'tib ketamiz, okay? Bitta qiz to'g'risida, Olivia degan qiz to'g'risida, okay? Endi bu part bo'yicha hech kimda savol bo'lmasa kerak, chunki hamma biladi qanaqa savol turligini, to'g'rimi? Shunaqa shuni bir chekari qilib qo'y. Shunaqa savol turi tushadi, bitta tekst beriladi, tekst ichida ma'lum bir so'zlar tushib qolgan bo'ladi. O'sha so'zlarni topib joyiga qo'yish kerak bo'ladi. Aynan topadigan so'zlarimizni ham qayerdan? Shu tekst ichidan topish kerak. Xo'p, mavzuni qisqacha yozib qo'yaman. Multi-level reading part 1 deb yozib qo'ydik. So let's do this exercise. Adashmasam shu ikkinchi smenada tushdi shekilli, ammo bugun tushdi, shu 24-may kuni. Ikkinchi smenaga tushdim, birinchi smenaga tushdimmi, xullas qaysi birigadir tushdi. Okay? Endi bu part bo'yicha dars o'tganman, kanalda bor. Uni ham ko'rib qo'yinglar, foydali bo'ladi. Endi keyin shu yerda qiladigan ishimiz always we have to find the answer from above the text. Har doim in real exam deb yozib qo'ydim. Haqiqiy imtihonda doim biz javoblarni tepadan qidirishimiz kerak, okay? Hech qachon javob pastdan chiqmaydi. Haqiqiy imtihonda to'g'ri javoblar faqat tepadan chiqadi, okay? Lekin mock ishlayotganingizda pastdan ham, tepadan ham, o'rtadan ham chiqaradi, lekin haqiqiy imtihonda qayerdan? Faqat tepadan chiqadi. Yana men yozib o'tib ketyapman. Pronouns yoki da bo'lmasam determiners deb qo'yadi. Determiners yoki da bo'lmasam articles. Endi bularga misol qilib a yoki da bo'lmasam an, to'g'rimi? Keyin determinersga o'sha hamma bilgan this, to'g'rimi? Yoki da bo'lmasam these bo'lishi mumkin, those va hokazo. That ham bo'lishi mumkin, okay? That. So shularni biz javob sifatida ola olmaymiz. Bular ma'lum bir so'z emas, okay? Aniq bitta so'z kerak bo'ladi menga. Masalan, he ni ham javob sifatida olib bo'lmaydi. She ni ham men ola olmayman javob sifatida. Yoki da bo'lmasam it masalan, yoki da bo'lmasam ko'pchilik olib qo'yadi we ham javob olib kelib qolishi mumkin, yoki da bo'lmasam they deb qo'yishadi, lekin bularning hech qaysi biri javob sifatida kelmaydi. Javob sifatida kelmaydi bular. Hech qachon shu pronounlarda determiners yoki da bo'lmasam articleslarni biz javob sifatida ola olmaymiz, okay? We should deylik. We should take a certain word deb qo'yib, ya'ni aniq bitta so'z olishimiz kerak biz. Okay? Bularni artikellarda ola olmaymiz biz. Shuni yashil yopib qo'yaylik. Bularni javob sifatida ola olmaymiz, ustidan chizib qo'yapman. Okay? So let's move on. Kelinglar shu mashqda ishlaymiz. Har doimgidek doim takrorlanadi bu. Masalan, aprelda ham shu tushuvdi shekilli, aprelda ham tushgan adashmasam, martda ham tushdi deyishuvdimikan. Aprelda tushdi, qaytarildi. Mana bugun 24-mayda ham shu savol tushibdi. Olivia, okay? So let's do. Buni chizib ketamiz, okay? Bo'lmasa boshladik. Olivia likes traveling and visiting new places. Xullas, Olivia yoqtiradi nimani? Sayohat qilishdi va yangi joylarga tashrif buyurishdi. Yoqtirgan Olivia degan qiz. Menimcha shu qiz bo'lsa kerak. Last summer she went to a seaside town with her family. O'sha seaside townga boribdi o'tgan yozda kim bilan? O'zining oilasi bilan boribdi. To'g'rimi? Keyin although the something was small, it was really wonderful deyapti. Garchi bir narsa kichkina bo'lsa ham, lekin ajoyib edi degan gapni aytishyapti. Endi qaraylik. Although the bu yerda was turibdi, demak men bu yerda olishim kerak nima? Bironta bir noun olishim kerak bo'ladi. Okay?
shu yerga yozib qo'yapman. Noun. Men doim o'sha fe'lni oldimga keladi, ega keladi doim, to'g'rimi? Bu yerda was turibdi. Was'ni oldin noun kerak. Menga bo'lgan qanaqa noun? Singular noun. Sin deb yozib qo'yapman. Tushunishinglar uchun singular, ya'ni birlik yodda olishim kerakmi? Okay? Endi qarayman. Place bu yerda bo'lmaydi. Javob sifatdan chiqib ketadi place. Chunki ko'plik yod bu plural deb yozib qo'yapman menga. Plural. Plural. Ketadi. Last summer. Summer deb olmayman men. Garchi yoz issiq bo'lsa-da deya olmayman, to'g'rimi? Masalan, seaside bu yerda seaside bu yerda nima? Adjective bo'lyapti. Okay, sifat bo'lyapti. Shu yerda mayli bugun tuzib o'ynaymiz ekan. Seaside. Seaside. Bu yerda nima? Adjective bo'lyapti. Seaside ham javob sifatdan chiqarib yubordik. O'z-o'zidan menga qaysi qol? Family dan olmayman. Agarda garchi oila kichkina bo'lsa-da, bu wonderful deya olmayman-da. Family bu yerda ketmaydi. Family javobsiz anaqa ma'no jihatdan ham tushmaydi. Eng to'g'ri javob qaysi bu yerda? Town. Town is the correct answer here, okay? Town deb sig'dirib ketamizmi? Pastga ham yozib qo'yaman keyinchalik javobini. Town bu yerda javob bo'ldi. Although the town was small, it was really wonderful. Garchi o'sha town nima kichkina bo'lsa-da, u ajoyib edi degan ma'noda kelyapti, okay? Town bu yerda javob bo'ldi. Keyingisi, they chose a hotel that had a beautiful view of the sea. Ular bitta mehmonxona tanlabdi, qaysiki o'sha beautiful view, o'sha chiroyli manzarasi bor. Xullas o'sha turgan mehmonxonasida dengizda chiroyli manzarasi bor joyda turishibdi, to'g'rimi? O'sha yerda nima debdi? Hotel tanlashibdi o'shnaqa. Keyin nima bo'lgan? In the mornings they went swimming in the something, and they also went to different restaurants in the town to try various foods. Okay. Qaranglar, xullas mehmonxona tanlagan, qanaqa bo'lish kerak degan? O'sha dengizda chiroyli o'sha view, ya'ni o'sha ko'rinishi bo'lgan joyda turishgan ular. In the mornings ertalablari they went swimming in the ular borishibdi suzishga indi. Bu yerda indidan keyin ko'pincha menga bironta bir joyning nomi kerak. Okay? Somewhere where we can swim. Qanaqadir joy biz u yerda cho'mila olishimiz kerak bo'lyapti, to'g'rimi? Endi bu yerda o'z-o'zidan javob bilinib turibdi nima? C. Nimaga C? Chunki dengizdan boshqa joyda cho'mila olmaydi-yu, keyin boshqa joy haqida ham ma'lumot yo'q-da, bu yerda hotelga bora olmaydi, to'g'rimi? Hotelda o'zi cho'mil bo'lmaydi-yu. Hotelda bironta bu puli bo'lganda edi, pulda cho'milsa bo'lar, lekin bu yerda berilmagan. Shuning uchun C olyapman. Dengizda cho'milsa bo'ladi. Okay? Keyin nima qilgan? Ular yana qayerga boribdi? Har xil restoranlarga, o'sha towndagi, shahardagi to try various food, o'sha har xil taomlarni tatib ko'rish uchun. Something the article kelyapti. Something. Endi ko'pincha artikellarga nima? Noun kerak menga. Were very delicious. Were turibdi. Bundan keyin qanaqa ot olishim kerak? Noun kerak bo'lyapti menga. Qanaqa noun? Shu yerda pastga yozib ketaman. Plural deb qo'yaman, aka, bo'pti mana. Sig'diryapman. Plural noun. Ko'plik ot kerak. Chunki men aytda boshida birinchi savolga nounni singularni oluvdim. Endi bu yerda nima? Plural noun kerak menga. Chunki were dan oldin ko'plik ot kerak. Were ko'plikka nima deydi? Ko'plikni bildiradi-ku, to'g'rimi? Shuning uchun bironta bir ko'plik ot olishim kerak. Xo'p, qaraymiz. Swimming qilgan dengizda buni topdik. They also went different restoranlarga borgan to try various foods deyapti. O'sha har xil taomlarni tatib ko'rish uchun deyapti. The something were very delicious. O'sha biron nimalar shirin edi deyapti. Nima shirin bo'lishi mumkin? Masalan, restoran shirin bo'lmaydi. yoki bo'lmasam dengiz shirin bo'lmaydi, otel shirin bo'lmaydi, to'g'rimi? Bu yerda o'z-o'zidan javob nima? Foods. O'sha food haqida yana ham kengaytirib ma'lumot berib o'tib ketyapti, to'g'rimi? Birinchi restoranga borishibdi deyapti. O'sha restorandagi ovqatlar nima ekan? Shirin ekan deb aytayapti. They wanted to go on a boat trip.
but she had never been on a something before deyapti. Qaranglar, ular qayerga borishni xohladi? Boat trip degani o'sha kema sayohati. Cruise deydimi? O'sha kema sayohatiga borishni xohlashibdi, lekin o'sha she degani bu yerda shu opamizga ishora qilyapti-kan, to'g'rimi? She had never been on, ulas umuman bo'lmagan ekan nimada? On a something. Bu yerda noun kerak menga ham articledan keyin, to'g'rimi? Articledan keyin nima deydi? Articledan keyin shu yerda yozib qo'yay. Where? Bu yerda article kelyaptimi? Article keladigan bo'lsa, qarang. Bu yerda olayotgan nounni nima bilan boshlanish kerak? Nima deydi? Consonant. Nima bilan boshlanish kerak? Undosh bilan boshlanish kerak. Chunki bu yerda article turibdi. Agar en bo'lganda edi, men unli bilan boshlanadigan so'z olardim, lekin bu yerda turibdi. Shuning uchun undosh bilan boshlanuvchi so'z olishim kerak. Okay? Bosh harfi undosh bilan bo'lsin. Masalan, nima? Qarang. House masalan. House, uy. Ko'ryapsizlar? So'zning bosh harfi undosh bilan boshlanyapti. H bilan boshlanyapti. Agarda m bo'ladigan bo'lsa, qarang. M bilan bo'lganda edi, men unli bilan boshlanuvchi so'z olardim. Misol uchun qarang. Ambulance deyapman masalan. An ambulance car deylik. Masalan, o'sha skoriy pomosh deydimi? Shunaqa mashina. Ko'ryapsizlar, bu yerda ambulance qanaqa? Undosh bilan boshlanyapti, n article keladi. Agarda dan keyingi so'zingiz qanaqa so'z olishdan qat'iy nazar bosh harfi nima bilan bo'lishi kerak? Consonant bilan, ya'ni undosh bilan bo'lishi kerak. Masalan, house dedik. Endi bu yerda ham bironta bir consonant bilan boshlanuvchi undosh birlik ot olishimiz kerak. Qaranglar. Xullas, boat tripga borgis kelibdi opani, lekin umuman bo'lmagan nimada? Been on masalan been on nima? Boat. Shu boat tushadi javob sifatida. Qarang. Boat. Nimaga? Boat. Chunki just a second, shu bayimiz yemadi-da. Men boat deb qo'yardim, xullas. Lekin u opamiz umuman o'sha qayiqda bo'lmagan degan ma'noda bersak bo'ladi. Qaranglar, birinchi ular xohlagan cruise-ga chiqishdi, qayiq sayohatiga borishdi, lekin opamiz umuman anaqada bo'lmagan ekan oldin, boatda bo'lmagan deyapti. Shu boatda bo'lmaganligi uchun ham o'shanga borishni xohlagan opa. Tushunyapsizlarmi? Bu yerda boshqa javob tushmaydi masalan. To'g'rimi? Swimmingni ola olmayman masalan men, to'g'rimi? She had never been on a swimming desam bo'lmaydi. Vobshe tushmaydi javob sifatida. Hotel ham tushmaydi bu yerda, to'g'rimi? She had never been on a hotel desam bo'lmaydi, chunki men aytdim hotelda turishibdi ular. Lekin hotelni qo'ya olmayman men bu yerga javob sifatida. Bitta o'sha boat tushadi bu yerga. Okay? For the trip they went to an island. Xullas, sayohat uchun qayerga borgan? Island, orolga borishibdi. The something was full of colorful flowers. They took photos of the something deyapti. Endi qarang. Bu yerda nima degan? Xullas, tripga, sayohatga qayerga borishibdi? Orolga borishibdi. The something was full of colorful flowers. O'sha biron nima was full of. Nimaga to'la? Full of degani to'la degani. Was full of degani xullas colorful flowers. O'sha rang-barang gullarga to'la edi deyapti. Endi menimcha bu yerda biron bir joy to'la bo'ladi-da, to'g'rimi? Gullarga to'la joy bo'ladi. Yoki o'sha joyning nomi, masalan, xona, room bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasam house, garden, to'g'rimi? Shunga o'xshash javoblar kerak bo'ladi. Qarang, bu yerda men was turibdi. O'z-o'zidan oladigan nounim nima bo'lishi kerak? Singular. Shunisiga doim e'tibor beringlar. Plural bo'lsalar xato bo'ladi shu yerda. Singular noun kerak, was turibdi chunki. Qarang, island to'la olmayman. Island deyman-a. O'z to'g'ri javob island-ku. Qarang. Town to'la olmayman. Town bu yerda javob sifatida tushmaydi. Okay? Bular chunki restoranda o'sha shahardagi restoranlarga borgan, ovqat tatish uchun, to'g'rimi? Lekin bu yerda boshqa ma'no, bu yerda ham gapni ko'ryapsizlar, ular orolga borgan. Endi orol haqida yana ma'lumot berib o'tib ketyapti yana. Shu yerda the island deb aytib o'tib ketsam bo'lardi masalan. The island
The island was full of colorful flowers. O'sha orol gullarga to'la edi deb aytib o'tib ketsa bo'ladi bu yerda. Okay? Boshqa javob sifatida tushmaydi qolgan. Umuman tushmaydi. They took photos of the nimani rasmini oladi. Xullas orolga borgan, orol gullar bilan to'la edi, rang-barang. Keyin ular o'z-o'zidan nima qilgan? Gullarning rasmini olgan desak bo'laveradi. Javob nima bo'ladi? Flowers bo'ladi. Okay? Flowers. Rassomchilik qobiliyati yo'tamenda hapolmaymiz. Okay? Shunaqa qilib yozdik mana. Birinchisining javobi town bo'pti, ikkinchisiniki sea, uchinchisiniki foods, boat, flowers. Menimcha bu 5tiki island, 6niki flowers bo'ldi. Menimcha bu oson mashq edi, juda ham hamma topyapti, to'g'rimi? Seaside. Okay. So, shuni bugun ko'ramiz deb aytib o'tib ketdim. Haqiqiy imtihonda tushibdi. Yana haqiqiy imtihonda tushgan savollarga recording qilishda harakatda davom etamiz. Okay? Bugungi mavzuyimiz shu ekan. Ko'ringlar, foydalaninglar. Haqiqiy imtihonda doim har doimgidek qayerdan chiqadi? Tepadan chiqadi. Hech qachon pastdan qidirib o'tirmanglar, imtihonga kirib olib ishga oladimi? Pastdan qidirmanglar, tepadan chiqadi har bitta javob. Masalan, 6ni javobi ham ko'ryapsizlar-ku, o'zidan oldin chiqyapti mana. Pastdan chiqmayapti, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa 6ni o'zini yanida mana qarang. Mayog'ida so'z bo'lganda bu yoqdan chiqmardi. O'zidan oldingi so'zlardan chiqyapti. 4niki ham o'zidan oldingi so'zdan chiqdi. Bu imtihon formatidagi exercise, okay? Lekin mock ishlasanglar, mock kitoblarda maytdan ham chiqib qolishi mumkin birda javobi pastdan. Yoki bo'lmasa mana shu yerdan ham chiqib qolishi mumkin birda javobi. Lekin haqiqiy imtihonda bir javobi qayerdan topdik? Tepadan, o'zidan oldin chiqyapti. Shunisiga e'tibor berib ketamiz do'stlar. Dars recordingini kanalga tashlab qo'yaman.